Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Зиля Шанкова, и я сегодня расскажу вам коротко о маркетинг-плане корпорации Greenleaf. Почему корпорация? Потому что она ведет свой бизнес в сотрудничестве с 6 странами. Это Швейцария, Япония, Германия, Франция, Италия, Китай. И все эти страны совместно производят свои брендовые товары именно через корпорацию Greenleaf на заводах Китая. На данный момент корпорация официально ведет свой бизнес-проект в 39 странах мира. Корпорация была основана в 1998 году в Китае, и до 2016 года она обеспечивала только Китай своими экопродукциями. И только в 2000 Yana bir bora xayrli kech, hurmatli kuzatuvchilar. Mana sizga ikkita mana shu mahsulot haqida gapirmoqchiman. Biz yaqinda video obzor qiluvdik. Privat nom komplekt jenskiy naborimiz haqida, lekin sizlarga hozir ko'pchilik so'rab qoldi. Jenskiy naborimiz tugadi, lekin men jenskiy naborda o'rnini bosadigan mana shu ikkita mahsulot haqida gapirmoqchiman. Endi mana shpritsimiz ichida 6 dona shprisi bor. Buni hammasi mana shunaqangi chiroyli gulli qadoqda женский vaginalni jo'natib yuboraylik. Итак, сегодня у нас распаковка швейцарского бренда Silux. Это косметический бренд, специализирующийся на уходе за кожей, который акцентирует внимание на использовании натуральных морских ингредиентов. И это подарочный набор с бифидными дрожжами. Упаковано все безумно-безумно красиво. Мои любимые фиолетовые оттенки, что-то такое нежное, девчачье, цветочное. В наборе у нас 4 полноразмерных продукта и получается 6 миниатюрок. Итак, первое у нас это очищающее молочко для лица. Оно у нас очищает, освежает и осветляет, также оставляет лицо увлажненным. Далее у нас смягчающий тоник с бифидными дрожжами. Mana Greenleaf'da qo'limiz aynitda ochib turzaqa. Nima Greenleaf'da termosini hozir eksperiment qilamiz. Ichida men suvni ichib yuribman. Nima deyishdi? Bu Mana kumushi bor buning ichida. Mana qopqog'ida kumushi bor. Buni bekitib suv quygandan keyin tevaga pastga qilib 10 minutga qo'yib qo'yiladi. qo'ydim mana ichida. Keyin yana qo'yib, mana bu ichida kumushi borda mana. Mana kumushi bor. Endi buni suvini mana ozgina quyib ko'ramiz. Tabiiyligini yana ham tekshirish uchun mana kumush qanchalik mana yotimiz, tomizib ko'ramiz. Silux nabori bugun obzor qilamiz. Silux nabor. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Bu nabor ichida o'zini umvalkasi bor, yuz yuvadigan. Ertalab kechqurun yuviladi. Yuzdagi poralarni kichraytirib, yuzni oppoq qilib beradi. Juda ham yaxshi, sifati ham. Bu esa toner, yuzni namlantirib beradi. Har doim umvalkadan keyin обязательно toner ishlatish kerak. Undan tashqari bu namlantiruvchi krem. Buni faqat kechqurun ishlatamiz qizlarjonlar. Namlantiruvchi kremlarning hammasi kechqurun ishlatiladi. Eslatib o'taman, ertalab